O'tganga charcha istaykan. Bu yoqqa o'tdik, yurdik. Hozir bu yer arendami yoki Arenda. sotuvmi? Arenda. Men birinchi marta fikr ko'rdim hayotimda. Birinchi marta komfortga mashina oldim. Komfortdan hech valika ketdi. Ammo men yurman. Ikkalasidan yurdim, komfortdan undan yurdim. Bu komfort hech yoningda ruslar jalb qiladi-yu. Endi birinchi marta yuribman, bilmayman. Mana internet qotib qoladi mana bu. Balam chiqdi oxiri nimadan yetishdi, komfortdan. Unisiga qo'yishlar, unisiga yuribman endi. Mashina arendaga 2600 beraman kuniga. Qoplaydimi ishlar? Поверните направо. Barakasini bersin. Boshida sal qoplamadi. Qarzli o'zim olmagan. Nima to'lashga, parking mashina narxini nimasini to'lashga. Маршрут перестроен. Поверните направо. Biz bir joyga anavi ishga boruvdik. Keyin o'sha ishxonani egasi o'zbek bola ekanda. 80 nechanchi yilmi? Через 200 Otasi xullas o'zbek, lekin onasi ruskida. Durak ekanda endi. Agar joylashsiga aytganda. Metiska ekan. Keyin shu aytdi, gaplashishga bordik. Ishda endi o'zimga ish bor. Laxta sentrda ishlardim o'zim. Ish bor endi oshnamga. O'zim shunday taksi park ochgan. Keyin o'sha aytdi-da, tepasiga yozib qo'ygan, eshikni tepasiga голова зачем отдал, чем надо думать, надо делать deb yozilganda. Shu endi men ham uncha yaxshi tushunmayman-u. Endi o'zimni hozir tushunganim bo'yicha bosh nima uchun berilgan, o'ylagandan ko'ra qilish kerak deb ungan ma'noda. Tavakkalni bosh kal deydi-yu. Голова зачем отдал, чем надо думать, надо делать. O'ylashdan ko'ra qilish kerak degan ma'noda shu. Tavakkalchilik endi. Men shu tavakkal qildim. Uchalamiz keldik Sirdaryodan. 3 ta mashina oldik. Men komfort oldim. Yaxshi. Ular sal Kiyev maydalar.